Yangi yil dasturxonini bezagi hisoblangan olivye salati qandli diabetdan mumkinmi? Hozir shu haqida gaplashamiz. Avvalo olivye tarkibiga qaraydigan bo'lsak, kartoshka, sabzi, tuxum, yashil no'xat, kolbasa, mayonez va tuzlangan bodring ishtirokida tayyorlanadi. Olivye tarkibidagi mayonez va go'shtning qayta ishlanish mahsuloti bo'lgan kolbasa tufayli diabeti bor insonlarda cheklov o'rnatiladi. 1 gramm yog' o'zida 936 kilokaloriya saqlaydigan bo'lsa, 100 gramm olivye esa o'rtacha 200 kilokaloriya energiya saqlaydi o'zida. Olivye tarkibidagi mayonez tufayli qondagi glyukozaning ikkilamchi ko'tarilishi hosil bo'ladi. Ya'ni dastlab bir marta ko'tarilish va bir necha soatdan keyin qonda glyukoza yana ko'tarilishi mumkin. Diabeti bor insonlarda o'rtacha tavsiya qilinadigan miqdor 100 gramm hisoblanadi. 100 gramm mahsulotni qabul qilganingizdan so'ng birinchi tur diabet bo'lsangiz keraklicha insulin qabul qiling, ikkinchi tur diabet bo'lsangiz oqsil mahsulotlari bilan tavsiya qilinadi. Video davomida olivyening boshqa zarari haqida ham bilib olasiz. Yangi yil dasturxonidan an'anaviy tarzda olivye salati joy oladi. Albatta, bu salat ko'pchilikka manzur, ammo quyidagi ma'lumotlarni bilib olish sog'liq uchun foydadan xoli bo'lmaydi. Olivye salatining foydali yoki zararli ekanligi uning tarkibi va saqlash muddatiga bog'liq. Olivye sabzavotlar va oqsil manbalaridan iborat bo'lgani uchun ma'lum darajada foydali. Biroq uning salomatlikka salbiy ta'siri asosan mayonez va qayta ishlangan mahsulotlar, masalan, kolbasa bilan bog'liq. Shu sababli mayonezni kamroq qo'shish yoki uni kam yog'li smetana kabi sog'lomroq alternativlar bilan almashtirish tavsiya etiladi. Olivye salatida vitamin va minerallar mavjud bo'lsa-da, uning foydasi saqlash muddatiga bevosita bog'liq. Mayonez bilan aralashtirilgan olivyeni muzlatgichda 24 soatdan oshirmaslik tavsiya etiladi. Sababi mayonez plus tuxum plus qaynatilgan sabzavot teng bakteriyalar uchun qulay muhit. 2-4 kun turgan olivye salatini iste'mol qilish oshqozon ichak faoliyatiga zarar yetkazishi, hatto zaharlanishga olib kelishi mumkin.